haybat jihatida men dunyoda ikkita zotni ko'rdim. Shu yonlarida o'tirganingizda vujudingizda xuddi bir tok yurgani kabi badanlaringiz butun boshlaringiz bilan junjikshi, hatto oyog'ingizni uchigacha borishligi bu o'sha ulamoning hay'atidan, haybatidan bo'ladi. Men buni Hazratimiz Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf janoblarida o'sha Qohiraga borganlarida ko'rishyapman, qaltirayapman. Nega? Takrorlayman. Siz bu yoqda ko'rardingiz Hazratimizni. Hazratimizni shu Toshkentda deya, O'zbekistonda deya bilardingiz. Biz u yoqlardan ko'rganligimiz uchun u zot nahotki o'sha zot bilan biz ko'rishyapmiz deya, mana shunaqa qaltiroq olib ko'rishgan bo'lsak, yonlarida o'tirdik 2 soatdan oshiq ilk o'tirishligimizda. O'sha asnoda faqat menda shu holat bo'ldi. Bir savol so'rasak, hatto qaltirab so'rardim. Savol so'rasak, savolimizni tik so'rolmasdik. Nega? U zotni o'sha yuzlariga qarasakda, ammo haybatlari shunday bizni